Liksimiz davamlaştırmış hürmetlik vatandaşım. Mavzumunda Amerika taraf Cumhur'un iktisadi tecavüzçiliğinin olsürlük daimi vasıtası mavzulu haber daimi vasıtası ilan kıldı mavzulu haber 6. ayının 30. gün Venvitor betedi ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhur Amerika soğudu qoğdunuş bilen şugullandı dep tanqid kılıp atkan bir paytda. Aksaray İqtisad Komiteti'nin müdiri Peter Navarro, Prezident Trump'ni aqlab, Cumhur'un Amerika iqtisadi ve devlet bexatarligiga tahdid paydo qilish, ziyon selish qilmishlarining 6 turlik taktikalik, usuli ve 50 xil harekatlerini cümleden pulni kontrol qilish ve pul qimmatini tushirishni o'z ichiga olgan qiliqlarini o'ttirg'i qo'ydi. Amerika ovozi iqtisodiy programmasi bugun bunda xabar qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump boshqa davlatlardan tamoyil beji elishni yo'lga qo'yganligini tanqid qilayotgan bir paytda prezidentning savdo ishlari maslahatchisi Peter Navarro 28 kuni Washingtonda Hadisan tadqiqot institutida nutq e'lon qildi. Iqtisodshunos professor Peter Navarro mundaq ko'rsatdi. Dunyoda har qaysi davlatlar erkin, adil, barobar, tanglik ichida savdo qilmaganlikdan Amerikaning tamoyil beji va g'ayri tamoyil savdo qo'rg'onlari yanada yer shari bo'yicha tuvan bo'lib keldi. Neticede Amerika bilen dünyadaki baş savdo şerikleri o'rtasida taxminan 500 milyardlık qizil raqam paydo bo'lib kelaverdi. Neticede her yılda Amerika bilen başka savdo şerikleri o'rtasida her yıl 500 milyardlık qizil raqam paydo bo'lib kelaverdi. Peter Navarro'nun bu qatam oshkora nutq so'zlashi muhimi Aksaray savdo ve sanoat siyosati ishxonasi yaqinda e'lon qilgan bir parcha Cumhur'ning yer shari bo'yicha yo'l qo'ygan iqtisod tajovuzchiligi to'g'risidagi dokladini tanishtirish edi. O'tgan yil 12 ayning 18, 19, 20 kunlarda deb sanab o'tdik. Shu vaqtda e'lon qilingan Amerika Qo'shma Shtatlar davlat mudofaa strategiyasida Cumhur iqtisodiy tajovuzchi deb e'longan edi. Bugun endi Peter Navarro bu so'zni ta'kidladi. To'g'risi dokladni iqtisodiy tajovuzchiligi to'g'risidagi dokladni tanishtirish edi. Tanishtirish jarayonida iqtisodshunos Aksaray İqtisad İşleri Komitetining müdiri ve Prezident Trump'ning iqtisod maslahatchisi Peter Navarro Cumhur Amerikaning iqtisodi ve davlat bexatarligiga paydo qilgan tahdid ve ziyonli 6 turlik taktika ve 50 xildan ortiq qilmish harakat siyosatlarini usullarini jadavallashtirib e'lon qildi. Cumhurning qilmishini, taktikasini nima sabab Amerikaga tahdid paydo qilish, Amerikaga ziyon selish jihatiga taktika ve siyosatlarini jadavallashtirib Peter Navarro e'lon qildi. 6 turlik taktika jumladan birinchi davlatning ichki bozorini qo'g'dash, ya'ni Cumhur davlatining ichki bozorini qo'g'dash. Ikkinchi import qilingan tovar mallar bilan raqobatlashishdan saqlanish. Üçüncü, Cumhur'un xalqaro bozorni egallash unumdorligini kamaytirish. O'zi ichki bozorni qo'g'dash. Aksicha, Cumhur'un xalqaro bozorni egallash unumdorligini kamaytirish. Qaltis gap vatandoshim. Dördüncü, yer sharining tabiiy boyliklarini tizginlash va kapolatga ega qilish. Ko'rdingizmi, qarniyatni butun yer sharining tabiiy boyliklarini tizginlash ve kontrol qilish. Demek ki bir yo'l, bir belbog' siyosatining hozir Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston, Sri Lanka qatorliq davlatlarga singib kirishi dal mushu nuqta ekanda. Masalan, Sri Lanka bir dengiz portini
Xitaydan algan qarzni qaytaramay, deri bu yoqda olsun, hatta ösümünü qaytaralmay, Sri Lanka bir portini Xitayga berib etdi. Anlasam Tacikistan şundaq bir yer zimini ayırıp bergen imiş. Hazır yani anlasam bu balayı afet meselen pul qarz beriş, qaytaralmagan devletlerde yer zimini talep kılış, endi Qazaqistanның beşiğe keleceğin dektirdi. Vatandaşım. 5. An'anaviy sanatni yetakchi o'ringa qo'yish. 6. Amerika va boshqa davlatlardan setib elingan texnika va aqliy mulk huquqi hamda erishgan, ilgari surilgan iqtisodning keyingi taraqqiyoti hamda davlat mudofaa sanoati, yangi fan texnika ishlab chiqarish sohalarini ilgari surish. Demak, bu 6 turlik tadbiri Xitoyning faqat Amerikaga taqobil turishni ko'zlaydi. Cumhuriyet iqtisadi tajovuzchiligining konkret ifodaları, jumladan murakkab ma'muriy tasdiqlash, tekshirish va ruxsat kenishkisi berish tartiblari, monopoliya qilishga qarshi turish qonuni orqali qaqti-soqti qilish. Diqqat qiling vatandosh. Monopoliya qilish, qarshi turish qonuni orqali qaqti-soqti qilish. Jungo'ning tovar markalarini ishlatishga majburlash, pulni kontrol qilish, pulning qimmatini tushirish, to'g'ri batlarda josuslik qilish. Jungo'ning davlat egiligidagi shirkatlarini monopoliya qilguvchi shirkatlarga aylantirish hamda taraqqiy qilayotgan davlatlarga qarzdor qilib qo'yish, yeli mekerlarini ishlatish va hokazo. Yuqorida ko'rsatdik-ku. Masalan, Sri Lanka, Tacikistan qatorliq davlatlarimiz ko'rsatdi. Qarzdor qilib qo'yish. Anda ularning yer zaminini talab qilish. Bularning hammasi Peter Navarro jadvallashtirgan Xitoyning tahdidlari. Prezident Trumpning savdo ishlari maslahatchisi Peter Navarro yana bunday ko'rsatdi. Jungo'ning bu siyosatlari va qiliqlarining mundaq ko'p qismi xalqaro savdo tartiblari chegarasining sirtida olib berdi. Mush ishlarni Jungo'dan so'rasangizmi, Dunyo savdo tashkilotining ichida qilmadim, buni sirtida qildi. Demak, uning sirtida boshqa davlatlar bilan munosabat qilganda shu davlatlarni mush o'ringa tushirib qo'ydi degan. Dunyo savdo tashkiloti qatorliq ko'p tarafli savdo sistemasi buningga taqobil tura olmaydi. Demak, sen Dunyo savdo tashkilotining ishida ishlamagan ekansan bu ishlarni, endi Dunyo savdo tashkilotining onu sürüştü qilish huquqim bo'lmaydi. Mushu fursatdan foydalangan Xitoy hukumatı yuqori shartlar qo'shib aytganda hammasi iqtisodiy tajovuzchilik. Amerika emas. Atrofidagi qo'shni davlatlar va yiroqdagi davlatlar, masalan, Sri Lankada iqtisodiy tajovuzchilik.